Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yangi kiberfiribgarlikdan ogohlantiradi. Xayriya videolarini montaj qilib, bemor bolalar pulini o'zlashtirgan shaxs ushlandi. Muborak Ramazon oyida xalqimizning saxovat va ehson qilishga bo'lgan intilishi yanada ortadi. Afsuski, ayrim shaxslar ushbu ezgu fazilatlarni suiiste'mol qilib, firibgarlik yo'liga kirayotgani kuzatilmoqda. Xususan, Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan monitoring hamda fuqarolar murojaatlari asosida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida navbatdagi kiberfiribgarlik fosh etildi. Buxoro viloyatida yashovchi 2004-yilda tug'ilgan shaxs Instagram ijtimoiy tarmog'ida bemor bolalar nomidan joylashtirilgan ehson videolarini yuklab olib, ularni qayta ishlab, montaj qilgan. U asl videodagi bank karta raqamlarini o'zgartirib, boshqa karta ma'lumotlarini joylashtirgan hamda fuqarolar yuborgan pullarni o'zlashtirib kelgan. Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, ushbu shaxs 2025-yil oktyabr oyidan fosh etilgunga qadar onasiga tegishli bank kartasiga 2000 ga yaqin tranzaksiya orqali jami 161 million so'm mablag' tushirgan va uni shaxsiy ehtiyojlar uchun sarflab yuborgan. Instagram sahifasida o'tirgan vaqtim ehsonni shu videolari chiqib keldi. Keyin shu tayyor videoni olib, uni montaj qilib va o'zimning onamning kartalarini qo'yib qo'yganman. Keyinchalik tushgandan keyin pulni olib o'zimni o'sha ehtiyojlarim uchun ishlatganman. Qilgan ishimdan juda afsusdaman. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda yurtdoshlarimizni yana bir bor ogohlikka chaqiramiz. Ehson qilishdan oldin e'lon va rekvizitlar haqqoniyligini tekshiring. Noma'lum bank kartasiga pul o'tkazishda shoshilmang. Saxovatingiz firibgarlar qo'liga tushib qolishidan ogoh bo'ling.